O'zbekistonda yangi Cobalt'ni bokovoy disk va oldi faralarini qoraytirib midnight qilib chiqarishayotgan bir paytda Xitoyda oxirgi yillarda qanday kashfiyotlar ixtiro qilinyapti? Bugungi mavzuyimiz shu haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. 2023-yilning oxirida ishlab chiqarilgan olamshumul kashfiyotlardan bittasi Xpeng kompaniyasining X2 uchar avtomobili. Og'irligi 680 kg dan iborat bo'lgan bu avtomobil hozircha 2 kishini ko'tarishga mo'ljallangan bo'lib, bitta zaryadka bilan havoda 25 daqiqagacha parvoz qilishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz, bizning yangi Midnight Cobalt'imiz bu avtomobilni sindira olarmikan? 2024-yilda oddiy ixtirochi yigit tomonidan ixtiro qilinayotgan og'ir yuklarni ko'tarish uchun mo'ljallangan robot qo'li. Bu yigitchaga qoyil, gap yo'q lekin. Xitoyning ba'zi restoranlarida xizmat ko'rsatayotgan robot ofitsiantlar. Qiziq, idishni tushirib sindirib qo'ysa pulini kim to'larkin-a? Va albatta oxirgisi yuklarni tepaga olib chiqish uchun yordam beradigan yuk tashuvchi robotlar. Bu robotning shaklini men lekin kuchukchaga o'xshatdim. Yanada qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.